ochilib, boshqa bir olam bilan yo'l ochilganida jinlar yer yuziga yopiriladi. Oddiygina bir politsiyachi esa oilasini himoya qilish va butun insoniyatni halokatdan saqlab qolish uchun zulmat armiyasiga qarshi kurashishga majbur bo'ladi. Hey yo, hammaga salom, sizlar bilan oilaviy kanal Rezov Movies. Sizni ham ismingiz tillarda doston bo'lishini xohlasangiz, kommentariyada o'z ismingizni yozib qoldiring va like bosishni unutmang. Biz esa boshladik. Yana bir jinoyatdan keyin Miraziz ismli bezori politsiyadan qochib qorong'u tor ko'chada yashirinadi. U og'ir yaralangan, qon yo'qotmoqda va politsiya patrullari iziga tushganligini yaxshi biladi. O'lim yaqinlashib kelayotganida qora kiyimdagi sirli bir kishi uning oldida paydo bo'ladi. Bu odam Mo'minjon, nihoyatda kuchli sehr va qora ilmlarga ega nekromant edi. U Mirazizga hayot taklif qiladi. Lekin bitta shart bilan. Miraziz uning xizmatkori bo'lishi kerak. Boshqa iloji yo'qligini tushungan jinoyatchi rozi bo'ladi. Ammo u endi butun dunyoni yo'q qilishni ko'zlagan zulmatga qul bo'lib qolganligini hali bilmas edi. Politsiya Miraziz yashiringan joyga yetib kelganida, u yerdan faqat devordagi dahshatli qon izi va boshqa olamga olib boruvchi portalni topishardi. Shundan so'ng dunyo bo'ylab xaos, olov, vayronagarchilik va minglab jasadlar paydo bo'ladi. Ko'pchilik yashirinishga majbur bo'ladi. Ammo jinlar hech kimni ayamaydi. Ularning yagona maqsadi odamlarni o'ldirib, o'z sonlarini ko'paytirish edi. Hozircha bu haqiqat emas, balki Olim aka ismli rohibning vahimalari edi. U maxsus qobiliyatga ega bo'lib, bu dahshatli manzara tez orada haqiqatga aylanishini sezardi. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa premium mahsuloti Usmoniylar davri retsepti asosida yaratilgan, zamonaviy yondashuv bilan takomillashtirilgan. Haqiqiy tabiiy asal va qora sedananing mukammal uyg'unligi, zamonaviy formulada qayta ishlangan tabiiy kuch. Urolog mutaxassis Yunus Tur tavsiyasi asosida ishlab chiqarilgan. 17 xil tabiiy giyohdan iborat kuchli kompleks. Prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikning oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri ilk kunlardanoq sezila boshlaydi. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'laning. Olim aka biladiki, dunyoda buni to'xtata oladigan faqat bitta odam bor. Shu sabab u darhol Bangkok shahriga yo'l oladi. Taqdir aytishicha, tanlangan odam aynan shu yerda bo'lishi kerak. Behruz oddiy amerikalik erkak. U bir necha yil oldin tailandlik go'zal ayol Shahzodaga uylangan. Ilgari u politsiyachi bo'lib ishlagan, lekin Shahzoda uni doim ishga haddan tashqari berilib ketganligi uchun tanqid qilib kelganligi bois, Behruz oilasiga ko'proq vaqt ajratish uchun ishdan ketadi. Ammo yangi ishi undan yanada ko'proq vaqt ajratishni talab qiladi. Ular ta'til uchun Bangkokka uchib kelishadi. Shahzodaning onasini ko'rish va farzandi Nargiza bilan vaqt o'tkazish uchun. Ammo Behruz telefonni qo'ldan qo'ymaydi. Tinmay ishxonadagi jamoasi bilan gaplashadi. Bu esa yana bir janjalga sabab bo'ladi. Behruz aybini tan olib, o'zini o'zgartirishga va'da beradi va Shahzodani o'padi. Shu payt ular Nargiza yo'qolib qolganligini payqashadi. Vahima boshlanadi. Ular bozor va atrofdagi ko'chalarni titib chiqishadi va nihoyat ko'prik ustida mashhurbekni begona bir odam bilan birga ko'rishadi. Bu odam Olim aka edi. U Behruz haqida haddan tashqari ko'p narsa bilardi. Olim aka Behruzga shunday deydi: u qonli oy ostida tug'ilgan, tug'ruq paytida onasidan ayrilgan va bashorat qilingan qo'riqchi ekanligini aytadi. Yaqin orada Behruz hamma narsasidan ayriladi. Lekin u zulmat ichidan nur topib, nafaqat oilasini, balki butun insoniyatni qutqara oladi. Behruz buni telbalik deb hisoblaydi. Oilasi bilan ketib qoladi. Keyin ular savdo markazidagi kafega tushlik qilish uchun borishadi. Behruz Nargizaga shokoladli muzqaymoq olib beradi va Shahzoda hamda Nargizaga nisbatan munosabatini o'zgartirishga yana bir bor so'z beradi. Shu payt savdo markazida Miraziz paydo bo'ladi. U o'zini xalat tutmoqda. Shahzoda va Nargizani ko'rib, u butunlay o'zini yo'qotib qo'yadi va birinchi qavatda odamlarga qarata o'q uza boshlaydi. Bu rejasiz, ma'nosiz, sof dahshat edi.
ayollar, bolalar va uni to'xtatmoqchi bo'lgan qo'riqchilar begunoh qurbonlarga aylanadi. Hatto yashirinib turgan Charoz ismli qizaloq ham o'ldiriladi. Charoz ismi tug'ildi-yu o'ldi. O'q ovozlarini eshitgan Behruz darhol vaziyatni tushunadi va oilasi tomon yuguradi. U ayolidan qizini ehtiyot qilishini so'rab, yashirinishlarini buyuradi. Ammo Behruz boshqalarga ham yordam berishi kerakligini his qilardi. U oilasiga yashirinib, imkon bo'lsa savdo markazidan chiqib ketishni va mehmonxonada kutishni buyuradi. Nargiza otasidan qaytib kelishni yolvorib so'raydi. Ular ikkinchi qavatga hojatxonada yashirinishadi. Politsiya yetib keladi, lekin Miraziz kirgan ofitserlarni darhol otib tashlaydi. Shundan so'ng politsiya binoni o'rab olib, maxsus bo'linmani kutishga qaror qiladi. Miraziz qurbonlardan birining yonidagi qovurchoqni olib, u bilan gaplashadi. Shu payt Behruz orqadan yaqinlashadi. U yiqilgan qo'riqchidan qurol olib, Mirazizga taslim bo'lishni buyuradi. Ammo Miraziz masxara qiladi. So'ng Behruzga qarata o'q uzadi va yana bir begunoh qizni o'ldiradi. Muzokaralar foyda bermaydi va Behruz bir necha marta o'q uzadi. Yaralanadi va o'lim yoqasiga keladi. Shu payt binoga yana bir politsiyachi kirib, uni hibsga olmoqchi bo'ladi. O'lishdan oldin Miraziz shuni aytadiki, u bu yerga tasodifan kelmagan. U qo'riqchini kutib yurgan edi. Ammo kutilmaganda Miraziz o'lmaydi. Aksincha, uning ichidan go'yo bomba yonayotgandek nur tarala boshlaydi va dahshatli portlash sodir bo'ladi. Shu zahoti Bangkok bo'ylab g'alati olov yoyiladi. Xuddi nimadir yoki kimdir ozod bo'lib chiqqandek. Biroz vaqt o'tgach, Behruz va politsiyachi o'ziga keladi. Ular nima bo'lganligini aniq tushunmaydi. Portlashni eslashadi. Ammo Mirazizning jasadi ham, qurbonlar ham yo'q. Savdo markazi oldingidan butunlay boshqacha. Qorong'i va huvillab qolgan. Ularni birlashtirgan yagona narsa tirik qolish istagi. Pol ustidagi eski qon izlari sirni yanada chuqurlashtiradi. Ular tirik qolgan bir odamni ko'rib qolishadi. Bu esa nimanidir tushunib olishga umid uyg'otadi. Behruz ehtiyotkorlik bilan yaqinlashadi. Politsiyachi esa katta pichoq ushlab turgan sotuvchiga tomon yuradi. Ammo ayol jin aralashgan bo'lib chiqadi va uni vahshiylarcha o'ldiradi. So'ng u Behruzga hujum qiladi. Behruz bir necha marta o'q uzadi, lekin oddiy o'qlar bu mahluqqa ta'sir qilmaydi. Qo'ldan kelgan barcha narsani ishlatib, u ayolni vaqtincha karaxt holatiga tushiradi va qochishga urinadi. Ammo oradan ozgina vaqt o'tib, u yana o'rnidan turib, Behruzni tinimsiz quva boshlaydi. Behruz kiyim do'koniga yashirinadi, ammo mahluq shift bo'ylab yurib, uni tezroq topadi. Yashirinishning iloji yo'q. Ayol yana hujum qiladi. Behruz zo'rg'a jon saqlab qoladi. Shunda u ikkinchi qavatdagi hojatxonaga yuguradi. Qizi va ayoli shu yerda yashiringan bo'lishi kerak. Ammo xona bo'sh. Behruz ularning qochib qutulganligiga umid qiladi. Pichoq ko'targan ayol yana hujum qiladi. Behruz arqon yordamida uni yog'och ustunga bog'lab qo'yadi. Birozdan keyin u yana o'sha ayolni ko'radi, lekin bu safar u hujum qilmaydi. Devorda qonli teshik paydo bo'ladi va ayol go'yo portalga kirgandek ichiga kirib g'oyib bo'ladi. Behruz savdo markazidan chiqib ketadi. Xotini va bolasi mehmonxonada kutyapti deb o'ylab, avtobuslar turargohi orqali ketayotganda g'alati tovushlar eshitadi va u yashirinishga majbur bo'ladi. Afsuski, mahluq baribir uni topadi. Bu 100 metrli ulkan skelet edi. Suyak, temir, qon va olovdan yasalgan dahshatli mavjudot yo'lda uchragan hamma narsani vayron qilib, Behruzni quvlaydi. Behruz yana qochishga majbur bo'ladi. Bir payt u burchakka tiqilib qoladi va o'limga tayyorlanadi. Skelet bir necha metr narida. Uni o'ldirishga hozir edi. Shu zahoti noma'lum bir kishi eshikni ochib, unga boshpana taklif qiladi. Ichkarida Behruz bu odam olim aka ekanligini ko'radi. Halol va pok rohib. Behruz juda ko'p savollarga boy ekanligini ko'rgan olim aka hammasini tushuntirishga qaror qiladi. Ular hozir chegaraviy olamda, hayot va o'lim orasidagi makonda ekanligini aytadi. Bu joyda o'lgan, ammo o'tmishini qo'yib yubora olmagan ruhlar yashaydi. Ulkan skelet esa ijrochi bo'lib, bunday ruhlarni tutib, narigi dunyoga ravona qiladi. Olim aka Behruz Mirazizni o'ldirganda yovuzlik portali darvozasini ochuvchi marosimning bir qismiga aylanganligini aytadi. Endi faqat u apokalipsisni to'xtata oladi. Hozircha faqat kichik yoriq ochilgan. Ammo u yopilmasa, zulmat butun yer yuzini egallaydi.
Uning ortida kuchli sergar va nekromant turibdi. Bu Olim akaning otasi. U qadimda taqiqlangan bitiklarni o'g'irlab, cheksiz kuchga ega bo'lgan. Inson qiyofasini yo'qotib, Olim akaning tanasiga kirishni rejalashtirgan. Ammo onasi uni himoya qilib erini o'ldirgan. Shu sabab Olim aka kelajakni ko'ra olish va parallel olamlarda mavjud bo'lish qobiliyatiga ega bo'lgan. Olim akaning gaplaridan Behruzni eng ko'p larzaga solgani u allaqachon o'lik ekanligini bilish bo'ladi. U oilasini topmoqchi bo'ladi. Ammo Olim aka avval o'z taqdirini bajarish kerakligini aytadi. Behruz rozi bo'ladi. U yovuzlik portali darvozasini yopishga tayyor. Faqat rohib unga ayoli va qizini topishga yordam bersa bas. Yo'lda ular tomda qamalib qolgan qizning qichqirig'ini eshitishadi. Olim aka vaqtni bekorga sarflamaslikni aytadi. Ammo Behruz bunga ko'na olmaydi va uni qutqarishga yuguradi. Temir quvur bilan bir necha maxluqni qaraqtolga tushiradi. Qiz bilan yuzma-yuz kelganda, u miraziz otgan odamlarning oxirgisi ekanligini biladi. Qiz arosatda, ikki olam orasida qolib ketgan. Behruz uni himoya qilishga va'da beradi. Ammo shu payt ulkan skelet paydo bo'lib, qizni vahshiylarcha o'ldiradi va narigi tarafga olib ketadi. Savdo markazidagi portlashdan keyin Shahzoda qizi Nargiza bilan imkon qadar tezroq binodan chiqib ketish kerakligini tushunadi. Ular xavfsizlik tuyulgan chiqishni topishadi. Politsiya yordam beradi deb o'ylashadi. Ammo tashqarida dahshatli manzaraga duch kelishadi. Jin kirgan odamlar hammani ayovsiz o'ldirmoqda. Politsiyachilar, ishbilarmonlar, qutqaruvchilar, oddiy uy bekalari, xullas hamma bir-biriga tashlanmoqda. Yig'am, iltijo ham foydasiz. Tashqarida ham xavfsiz emasligini tushungan Shahzoda va Nargiza savdo markaziga qaytishadi. Do'konlardan birida Shahzoda jin urgan odamning allaqachon o'lgan qurbonning boshini stolga urayotganligini ko'radi. Yashirinib o'tmoqchi bo'ladi, ammo imkonsiz. Qizini himoya qilish uchun Shahzoda maniken bilan jin urgan odamni uradi. Manikenni qo'li bilan boshlagan ishini poyoniga yetkazadi. Keyingi qavatga tushayotganda Shahzoda eskalatorda qolib ketadi. Jin urgan odamlar yana hujum qilganda Shahzoda maniken bilan ularni qaytaradi. U bir nechtasini yiqitib, bo'g'ib o'ldirayotgan qizini qutqarib qoladi. Ko'p o'tmay ona bola favqulodda chiqish eshigini topib tashqariga chiqishadi. Ularning yagona maqsadi mehmonxonaga yetib borib, Behruzni kutish. Avtobusni ko'rib, evakuatsiya bo'lyapti deb umid qilishadi. Ammo jin urgan yana bir odam haydovchiga hujum qilib, uni vahshiylarcha o'ldiradi. Atrofda to'liq betartiblik boshlanadi. Odamlar jin urganlar bilan hatto bir-birlari bilan ham urushmoqda. Bu dahshatdan qochish uchun Shahzoda va Nargiza bir necha kvartal yugurib supermarketga yashirinishadi. Jim turishga harakat qilib, bo'ylariga qo'ng'iroq qilishadi. Ammo aloqa yo'q. Shahzoda do'konning statsionar telefonini tekshirish uchun kassaga yaqinlashadi. Kassirning jasadi shu yerda yotardi. Shu payt do'konga jin urgan odam kirib, qatorlarni ko'zdan kechira boshlaydi va burchakka tiqilgan qizaloqni ko'rib qoladi. Uni o'ldirmoqchi bo'lganda Shahzoda kassirning tayoqchasini olib orqasidan urib yiqitadi. Yana qochishadi va avtobuslar turargohiga yetib